Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashib qolgan fuqarolar va ota-onasining bobosi yoki buvisining hujjatlari uchun mas'ul bo'lib yurgan farzandlar. Bugungi mavzu juda muhim. 2026 yil iyuldan pensionerlar uchun yangi talablar masalasi. Bu ma'lumot faqat pensionerning o'ziga emas, balki butun oilaga tegishli. Chunki bitta hujjatdagi xato, bitta tasdiqlanmagan ma'lumot yoki o'z vaqtida topshirilmagan ariza pensiya to'lovida kechikish, qayta hisob-kitob yoki ortiqcha olingan pulni qaytarish talabiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu videoni oilangizdagi pensionerlarga yuboring. Men bugun vahima tarqatish uchun emas, odamlar oldindan tayyor bo'lish uchun oddiy tilda tushuntirib beraman. Avval pensiya masalasida ko'p narsa qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumot nomasi, mehnat daftarchasi, arxivdan olingan tasdiqlar va bankdagi hisob raqamiga bog'liq bo'lgan. Fuqaro pensiyaga chiqayotganida hujjatlarni topshirgan. Pensiya tayinlangandan keyin esa ko'pchilik endi hammasi tugadi deb o'ylagan. Lekin amalda pensiya bir marta tayinlanib, keyin umuman tekshirilmaydigan to'lov emas. Davlat har oy pul ajratadi. Shuning uchun ma'lumotlar to'g'ri. Shaxs tirik, yashash joyi aniq, bank rekvizitlari ishlayotgan, imtiyozlar asosli. Qo'shimcha to'lovlar qonuniy bo'lishi kerak. 2026 yil 11 iyuldan muhokama qilinayotgan va bosqichma-bosqich kuchaytirilishi kutilayotgan talablarning asosiy ma'nosi shuki, pensioner haqidagi ma'lumotlar elektron tizimlar orqali aniqroq solishtiriladi. Shaxsiy ma'lumotlarda nomuvofiqlik bo'lsa, pensionerdan qo'shimcha tasdiq so'raladi. Ayrim hollarda esa hujjatlarni yangilash yoki ma'lumotlarni qayta tekshirtirish zarur bo'ladi. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. Pensiya bekor qilinadi degan gapni eshitib darrov qo'rqmang. Gap ko'proq tartib, tekshiruv, ma'lumotlarni moslashtirish va to'lovlar to'g'ri egasiga borishini ta'minlash haqida ketmoqda. Oldin ko'p pensionerlar pasport almashtirgan, lekin pensiya idorasiga yangi hujjat ma'lumotini yetkazmagan. Kimdir bank kartasini yangilagan, lekin eski hisob raqami tizimda qolgan. Kimdir boshqa tumanga ko'chgan, lekin ro'yxatdan o'tish manzili o'zgarganini aytmagan. Yana kimdir nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, ustama yoki kompensatsiya bo'yicha eski ma'lumot bilan yuravergan. Endi bunday nomuvofiqliklar ko'proq ko'rinadi. Chunki idoralar o'rtasidagi elektron ma'lumot almashinuvi kuchayadi. Buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Masalan, bir pensionerning pasportida ismi Abdulla deb yozilgan. Mehnat daftarchasida esa eski yozuvda Abdullayev yoki Abdullo shaklida ketgan bo'lishi mumkin. Oldin bu narsaga ko'p e'tibor berilmagan bo'lishi mumkin. Chunki hujjatni odam ko'rib qabul qilgan. Lekin elektron tizim familiya, ism, tug'ilgan sana va JRSH raqamini solishtirganda bitta harf farqi ham savol tug'dirishi mumkin. Demak, muammo pensionerda emas, ma'lumotlarning bir-biriga mos kelishida eng avvalo. Men pensiyani plastik karta orqali olayotgan pensionerlarga murojaat qilaman. Agar kartangiz muddati tugagan bo'lsa, bank ilovasiga kira olmasangiz, telefon raqamingiz boshqa odam nomida bo'lsa yoki katta farzandingizda turib, sizning o'zingiz undan foydalanmayotgan bo'lsangiz, buni tartibga solish kerak. Chunki keyingi davrda to'lovlar bo'yicha shaxsni tasdiqlash, bank ma'lumotlarini yangilash va karta egasi haqiqiy oluvchi ekani aniqlash masalasi kuchayishi mumkin. Bu degani hamma har oy idoraga yuguradi degani emas, lekin bankdagi ma'lumotlar toza bo'lishi shart. Ikkinchi guruh, boshqa hududga ko'chib ketgan pensionerlar. Masalan, pensioner ilgari Farg'ona viloyatida ro'yxatda bo'lgan, keyin Toshkent shahridagi farzandining uyiga ko'chib kelgan, lekin doimiy ro'yxat eski joyda qolgan. Vaqtincha ro'yxat qilinmagan, pensiya esa eski tuman bo'yicha yurib turibdi. Bunday holatda tizimda savol paydo bo'lishi mumkin. Fuqaro qayerda yashayapti? Qaysi tuman xizmat ko'rsatishi kerak? Mahalla yoki bank ma'lumotlari qaysi manzilga bog'lanadi? Shuning uchun men doim aytaman, ko'chib o'tgan bo'lsangiz, hujjatda ham bu ko'rinishi kerak. Uchinchi guruh, pensiyaga qo'shimcha olayotganlar. Masalan, nogironligi bor pensioner, parvarishga muhtoj fuqaro, urush qatnashchisi maqomiga ega shaxs, alohida xizmatlari uchun ustama olayotgan inson yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladigan oila a'zolari. Bu to'lovlarning har biri asoslovchi hujjatga tayanadi. Agar hujjat muddati tugagan bo'lsa, tibbiy komissiya xulosasi yangilanmagan bo'lsa, oila tarkibi o'zgargan bo'lsa,
bola o'qishni tugatgan bo'lsa yoki boshqa daromad manbasi paydo bo'lgan bo'lsa, bu ma'lumot yashirilmasligi kerak. Chunki keyinchalik aniqlansa ortiqcha to'langan summani qaytarish masalasi chiqishi mumkin. 4-guruh. Mehnat staji bo'yicha hujjatlari eski, yo'qolgan yoki arxivda noaniq bo'lgan fuqarolar. Masalan, odam 1985 yildan 1993 yilgacha kolxozda ishlagan, keyin zavodda ishlagan, lekin mehnat daftarchasida muhr xira. Tashkilot nomi o'zgargan, arxiv boshqa tumanga o'tgan. Pensiya allaqachon tayinlangan bo'lishi mumkin, lekin qayta hisoblash, ustama stajni aniqlashtirish yoki tizimga elektron kiritish paytida yana savollar chiqadi. Shuning uchun bunday pensionerlar arxiv ma'lumotlarini oldindan yig'ib qo'ysa, keyingi muammolarning oldi olinadi. 5-guruh chet elga vaqtincha yoki uzoq muddatga ketayotgan pensionerlar. Ko'p oilalarda shunday holat bor. Ona yoki ota bir necha oy Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatdagi farzandining oldiga boradi. Pensiya O'zbekistondagi kartaga tushib turadi. Bu o'z-o'zidan noqonuniy degani emas, lekin pensionerning yashash joyi. Shaxsni tasdiqlash, to'lovni olish tartibi va ayrim turdagi ijtimoiy yordamlar bo'yicha talablar bo'lishi mumkin. Agar odam uzoq muddat chet elda bo'lsa, kerakli tartibni oldindan pensiya jamg'armasi yoki vakolatli idoradan aniqlab olgani ma'qul. Keling, bir nechta hayotiy misolni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, 67 yoshli opahar oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. Kartasi muddati tugagan, lekin o'g'li bankdan yangi karta olib bermagan. Pensiya tushgan, lekin pulni yechib bo'lmayapti. Opa idoraga bormaydi, chunki baribir tushyapti deb o'ylaydi. Keyin bank rekvizitlari yangilanmagani sababli to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Bunda muammo davlat pul bermayapti degani emas, muammo bank hisobining faol emasligida. Ikkinchi misol. 72 yoshli ota nogironlik ustamasi bilan birga pensiya oladi. Tibbiy xulosa muddati tugagan, lekin oilasi buni bilmaydi. 3 oy o'tgach, tizimda hujjat muddati o'tgani ko'rinadi. Shunda ustama to'xtatilishi yoki qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar ota haqiqatan ham imtiyozga aqli bo'lsa, vahima qilmasdan tibbiy komissiyadan o'tadi. Xulosani yangilaydi va hujjatni topshiradi. Ammo vaqt o'tkazib yuborilsa, to'lovda uzilish bo'ladi. 3-misol, pensioner ayol 2 farzandi bilan boshqa tumanga ko'chgan. U yangi uyda yashaydi, lekin ro'yxati eski manzilda. Mahalla ma'lumotida boshqa joy. Bankdagi telefon raqamida kuyovining raqami, pasportida esa eski ma'lumot turibdi. Bitta tizimda 3 xil ma'lumot ko'rinsa, albatta aniqlashtirish so'raladi. Shuning uchun men hammasini bitta kunda hal qiling demayman. Lekin eng kamda pasport, ro'yxat, telefon raqami va bank hisobini bir-biriga moslashtiring deyman. Kimlar ko'p xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pasportingiz yoki ID kartangiz amalda bo'lsa, JSH raqamingiz to'g'ri bo'lsa, pensiya kartangiz o'z nomingizda bo'lsa, yashash manzilingiz hujjatda aniq bo'lsa, hech qanday qo'shimcha ustama bo'yicha muddati o'tgan hujjatingiz bo'lmasa va pensiyani o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, sizda katta muammo bo'lmasligi kerak. Lekin baribir tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Men tajribamda ko'p ko'rganman. Odam hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin bankdagi telefon raqami 5 yil oldingi raqam bo'lib chiqadi yoki pasport almashtirilgandan keyin eski seriya ma'lumotlari ayrim bazalarda qolgan bo'ladi. Endi eng ko'p tushunilmaydigan nozik joylarga o'taman. Birinchi nozik jihat, pensiya to'lovini boshqa odam olib berishi mumkin. Lekin bu ish og'zaki kelishuv bilan emas. To'g'ri rasmiylashtirilgan ishonchnoma yoki qonuniy vakillik asosida bo'lishi kerak. Masalan, pensioner yotib qolgan, bankka bora olmaydi. Farzandi pulni olib keladi. Oilada ishonch bor. Lekin tizim nuqtai nazaridan pul kimga tushyapti? Kim yechyapti? Pensioner rozi yoki yo'qligi muhim. Shuning uchun bunday holatda notarial ishonchnoma, vasiylik yoki boshqa qonuniy tartibni aniqlashtirib qo'yish kerak. Ikkinchi nozik jihat tiriklikni tasdiqlash masalasi. Ba'zi mamlakatlarda pensioner ma'lum davrda o'zini tirik ekanini tasdiqlaydi. Bizda ham ayrim holatlarda, ayniqsa chet elda yashash, uzoq muddat pul yechilmasligi, bank hisobida harakat bo'lmasligi yoki shaxs haqidagi ma'lumotlarda ziddiyat bo'lsa, qo'shimcha tasdiq talab qilinishi mumkin. Bu talab odamni qiynash uchun emas, vafot etgan shaxs nomiga pensiya tushib ketmasligi, keyin oila katta qarzga tushib qolmasligi uchun kerak. 3-nozik jihat. Men ishlasam pensiyam kesiladimi degan savol. Oddiy yoshga do'yir pensiya olayotgan fuqaro ayrim hollarda ishlashi mumkin, lekin bu ish rasmiy daromad. Soliq
ijtimoiy to'lovlar va ayrim imtiyozlarga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, nogironlik bo'yicha ayrim to'lovlar, kam ta'minlanganlikka bog'liq yordamlar yoki parvarish puli kabi yo'nalishlarda daromad va bandlik holati ahamiyatli bo'lishi mumkin. Demak, ishlashning o'zi muammo emas, lekin qaysi turdagi to'lov olayotganingizni bilmasdan umumiy xulosa qilish xato. 4-chi nozik jihat: arxiv hujjatlaridagi farqlar. Eski davrda familiyalar ruscha yozilgan, keyin lotin yozuviga o'tgan. Ba'zi ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgargan. Ayrim mehnat daftarchalarida tug'ilgan sana noto'g'ri yozilgan. Masalan, pasportda 1949 yil 12 mart, mehnat daftarchasida 1949 yil 21 mart bo'lishi mumkin. Bunday xato kichkina ko'rinadi, lekin stajni tasdiqlashda katta muammo tug'diradi. Buni hal qilish uchun arxiv ma'lumotnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan haqidagi hujjat, sud tartibida faktni belgilash kabi yo'llar kerak bo'lishi mumkin. 5-chi nozik jihat: mening pensiyam kamayib qoladimi degan qo'rquv. Odatda qonuniy tayinlangan pensiya asossiz kamaytirilmaydi. Lekin agar oldin noto'g'ri hujjat asosida ortiqcha summa qo'shilgan bo'lsa, yoki imtiyoz muddati tugagan bo'lsa, yoki pensioner maqomiga ta'sir qiladigan holat yashirilgan bo'lsa, qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, hujjatni yashirish foyda emas, keyinchalik zarar. Bugun borib aniqlashtirsangiz, muammo kichik bo'ladi. 1 yil o'tib aniqlansa, summa yig'ilib qoladi. 6-chi nozik jihat: SMS. Telefon qo'ng'iroqlari va firibgarlik. Yangi talablar haqida gap chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Ular pensiyangiz to'xtab qoladi. Kartangizni tasdiqlang, kod ayting, JSHSH raqamingizni yuboring. Plastik kartangizdagi raqamni o'qing deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Bank kartangizning to'liq raqami, amal qilish muddati, SMS kodi, PIN kodi, ilova paroli hech kimga aytilmaydi. Davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'rashi kerak emas. Hujjat masalasi bo'lsa, idoraga o'zingiz boring yoki rasmiy telefon raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 7-chi nozik jihat: hammasini internet orqali qilsam bo'ladimi degan savol. Ayrim ma'lumotlarni elektron xizmatlar orqali tekshirish mumkin, lekin hamma holatda ham onlayn yetarli bo'lmaydi. Masalan, eski mehnat daftarchasi, arxiv hujjati, sud qarori, ishonchnoma, tibbiy xulosa kabi hujjatlar alohida tekshiruv talab qilishi mumkin. Yoshlar ota-onasiga yordam berib, My.Boyko.uz bank ilovasi yoki rasmiy platformalar orqali ma'lumotlarni ko'rib chiqishi mumkin, lekin murakkab nomuvofiqlik bo'lsa, mas'ul idoraga murojaat qilish kerak. Endi eng muhim qismga o'taman. Nima qilish kerak? Men sizga aniq tekshiruv tartibini aytaman. Birinchi qadam: shaxsni tasdiqlovchi hujjatingizni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati o'tmaganmi? Ism, familiya to'g'rimi? Tug'ilgan sana hamma hujjatlarda bir xilmi? JSHSH raqami mavjudmi? Agar pasport eski bo'lsa yoki ma'lumotlar xato bo'lsa, ichki ishlar organlari yoki tegishli migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qilib, tuzatish tartibini so'rang. Ikkinchi qadam: bank ma'lumotlarini tartibga keltiring. Pensiya tushadigan karta o'z nomingizdami? Karta muddati o'tmaganmi? Bankdagi telefon raqami o'zingiz ishlatadigan raqammi? Bank ilovasiga kira olasizmi? Karta bloklanmaganmi? Agar pensioner telefon ishlata olmasa, farzandlari yordam bersin, lekin telefon raqami va bank operatsiyalari mas'uliyat bilan yuritilsin. Men ko'p oilalarda ko'rganman. Pensioner kartasi nabirada, SMS kuyovning telefonida, parolni esa hech kim bilmaydi. Keyin bitta muammo chiqsa, hamma idoraga yuguradi. 3-chi qadam: yashash manzilingizni tekshiring. Doimiy ro'yxat qayerda? Vaqtincha ro'yxat kerakmi? Mahalla sizni aynan shu manzilda tan oladimi? Pensiya hujjatlarida qaysi tuman ko'rsatilgan? Agar ko'chib o'tgan bo'lsangiz, buni kechiktirmang. Ayniqsa yolg'iz yashovchi pensionerlar. Farzandining uyga ko'chganlar va boshqa viloyatga o'tganlar bu masalaga jiddiy qarashi kerak. 4-chi qadam: pensiya hujjatlaringizni bitta papkaga yig'ing. Bu papkada pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlangani haqidagi ma'lumot, mehnat daftarchasi nusxalari, arxiv ma'lumotnomalari, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha xulosa, bank rekvizitlari. Ishonchnoma bo'lsa, uning nusxasi tursin. Hujjatlar tartibi bo'lsa, idoradagi ish ham tezlashadi. 5-chi qadam: qo'shimcha to'lov olayotgan bo'lsangiz, uning asosini tekshiring. Nogironlik muddatsizmi yoki muddatlimi?
Tibbiy ko'rik qachon? O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha bola necha yoshda? O'qish joyidan ma'lumotnoma kerakmi? Parvarish puli uchun shartlar o'zgarmaganmi? Bu savollar yoqimsiz tuyulishi mumkin. Lekin ular pulingiz vaqtida tushishi uchun kerak. 6-qadam. Pensiya jamg'armasi yoki vakolatli idoraga murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Agar muammo bo'lsa, ariza yozing. Arizada ism familiyangiz, JSSH raqamingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz va aniq talabingizni ko'rsating. Masalan, pensiya to'lovim bo'yicha ma'lumotlarimni tekshirib berishingizni so'rayman. Bank rekvizitlarimni yangilashni so'rayman. Mehnat stajim bo'yicha arxiv hujjatini inobatga olishni so'rayman deb yozish mumkin. Arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi oling. 7-qadam. Farzandlar ota-onasining hujjatlariga befarq bo'lmasin. Men buni alohida aytaman. Chunki ko'p pensionerlar texnik masalalarni tushunmaydi. Ular SMS kod nima, bank ilovasi nima, elektron navbat nima, JSSH nima ekanini bilmasligi mumkin. Bu ularning aybi emas. Farzand sifatida siz bir kun vaqt ajratsangiz, kelajakdagi bir necha oylik muammoning oldini olasiz. Ota-onangizning hujjatlarini ko'rib chiqing. Lekin ularning roziligisiz kartasini ishlatmang, pulini boshqarmang. Hujjatni yashirmang. 8-qadam. Rasmiy manbalarni kuzating. Telegramdagi noma'lum kanallar, audio xabarlar, tanishim aytdi degan gaplar bilan qaror qabul qilmang. Pensiya, nafaqa, bank to'lovi, hujjat muddati kabi masalalarda rasmiy idora xabari, hukumat qarori, pensiya jamg'armasi izohi yoki davlat xizmatlari markazi ma'lumoti asos bo'lishi kerak. Agar videomdagi ma'lumot sizga tegishli bo'lsa, uni boshlang'ich yo'l yo'riq deb oling va o'z holatingiz bo'yicha rasmiy javob oling. Endi men oddiy savollarga aniq javob beraman. 11 yildan keyin hamma pensioner idoraga boradimi? Yo'q. Bunday umumiy yugur bo'lishi shart emas. Lekin hujjatida nomuvofiqlik borlar, bank ma'lumoti eskirganlar, qo'shimcha to'lov olayotganlar, boshqa joyga ko'chganlar va chet elga ketganlar tayyor bo'lishi kerak. Pensiya avtomatik to'xtaydimi? Har bir holat alohida ko'riladi. To'lov to'xtashi uchun odatda sabab bo'lishi kerak. Hujjat muddati, shaxs tasdiqlanmasligi, rekvizit xatosi yoki huquq tugashi. Men hech narsa qilmasam bo'ladimi? Agar hammasi joyida bo'lsa, shoshilinch ish yo'q, lekin tekshirish baribir kerak. Yana bir muhim masala, hujjatlarni oldindan tekshirtirish uyat emas. Ba'zilar idoraga borsam, o'zimga muammo o'rtiraman deb qo'rqadi. Aslida aksincha, muammoni oldindan ko'rgan odam yutadi. Masalan, mehnat stajingizda 2 yil yetishmayotgani bugun aniqlansa, arxivdan hujjat topishga vaqt bor. Lekin pensiyani qayta hisoblash yoki tekshiruv paytida aniqlansa, siz shoshilasiz, arxiv javobi kechikadi, to'lov masalasi cho'ziladi. Men pensionerlarga yana bitta maslahat beraman. Har oy pensiya tushgan-tushmaganini kuzating. Agar odatda 5 sanada tushadigan pul 10 sanacha tushmasa, darrov bankni va pensiya bo'limini tekshiring. Bir oy o'tsin, keyin ko'ramiz demang. Kechikish sababi oddiy bo'lishi mumkin. Karta muddati o'tgan, bank tizimi yangilangan, hisob raqami xato, hujjat tekshiruvda. Sababni erta bilsangiz, tez hal qilasiz. Demak, 2026 yil 11 iyuldan pensionerlar uchun eng muhim masala pensiya bekor bo'lishi emas, balki ma'lumotlar to'g'riligi, hujjatlar mosligi, bank rekvizitlari ishlash va imtiyozlar qonuniy asosda tasdiqlanishidir. Men sizdan bitta narsani so'rayman. Bugunoq pasportingizni, bank kartangizni, yashash manzilingizni va qo'shimcha to'lovlaringiz hujjatini tekshirib qo'ying. Agar ota-onangiz pensioner bo'lsa, ularga yordam bering. Kommentariyada yozing. Siz pensiyani karta orqali olasizmi yoki naqd olasizmi? Hujjatlaringizda muammo bo'lganmi? Qaysi savol sizni eng ko'p o'ylantiryapti? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensionerning hujjati tartibli bo'lsa, uning puli ham, asabi ham, vaqt ham asraladi.